Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yevropaning Latviyasini Tukumis degan shaharini o'rmonlaridan gapiramiz. Biz hozir mana yakshanba kuni dam olish kuni edi, lekin biz jiyanlar bilan kelishilgan holda yakshanba kuni kunlik ishga chiqdik. Ya'ni kim o'rmondagi mana bundaqa zaharli o'tni boshini tanasidan judo qilish uchun ishga chiqqanmiz bugun. Mana yengil kallasini olib sizlarga mana ozginagina qilayotgan mehnatlarimizdan obzorcha. Ey, zarar keltirmaymiz. Davay, ishni qilib g'isht qo'yamiz. Hozir mana men o'zimni ko'rsataman. Qani? Ko'rsatsam bo'ladimi? 1 2 3. Ko'rindimmi? Ana. Xullas mana o'rmonda shunaqa ishlar bilan bandmiz. Bo'pti, hammaga rahmat. Yana ko'rishguncha bo'lmasa.